misol. Kosmik kema Yer atrofida R radiusli orbita bo'ylab harakatlanmoqda. Agar Yer massasi m ga teng bo'lsa, kosmik kema tezligini toping. Demak, Yer atrofida kosmik kema m massali. Yerda massasini endi m deb turamiz. Xo'sh, Yerda markazgacha bo'lgan masofani endi r radius deb beribdi bitta. Umumiy masofa. Shuni atrofida u aylanma harakat qilyapti. Demak, bizda aylanma harakat qilib turganligi uchun unda tashqariga yo'nalgan F markazdan qo'shma kuch paydo bo'ladi va ikkita jismlarda massasi orqali bir-biri bilan tortish kuchi bu F gravitatsiya kuchi bilan tortishadi ular. Shu ikkala kuch bir-biri bilan muvozanatlashadi. Demak, F gravitatsiya teng bo'lyapti F markazdan qo'shma kuchga. Gravitatsionni formulasi, gravitatsiya doimiysi Yerda massasi, kosmik kemani massasi va orasidagi o'sha r radiusli orbitani kvadrati teng markazdan qo'shma kuch bo'lsa, kema tezligi so'ralgan. Demak, buni kema massasi, uni tezligini kvadrati taqsim radius. Xo'sh, radiusda bittasi qisqaryapti, kichkina mlar qisqarsa, demak bizda A javobimizni qiymati kelib chiqadi hozir. V teng bo'lyapti ildiz ostida katta J m taqsim r qiymatga. Mana. Endi kosmik kema aylanish davrini toping deyilibdi. Davr haqida gaplashmoqchi bo'lsak, yana gravitatsiyani tenglaymiz F markazdan qo'shmaga. Bunda gravitatsiya formulasi o'sha katta M kichkina m taqsim r kvadrat teng bo'ladi m omega kvadrat radiusga. Va biz bilamiz demak, massalar qisqarib ketsa, omegani formulasi 2pi taqsim davra. Shunda omega kvadratimiz nima bo'lib qoladi? 4pi kvadrat taqsim davrni kvadrati bo'lib qoladi. Demak, bu tomonda chap tomonda qolyapti J qolyapti. Katta M R kvadrat teng omega kvadratning o'rniga 4pi kvadrat taqsim t ni kvadratini qo'yapmiz va radius. Bittan davrni kvadrati chap tomonga o'tsa, 4pi kvadrat r kub mahrajda Jm bo'ladi. Bitta ildiz olsak, B javob kelib chiqadi. Qanday? T teng 4pi kvadratdan 2pi chiqyapti va ildiz ostida qolyapti r kub taqsim Jm. O'ttiz sakkizinchi misol. Prujina deyapti. 40 newton cho'zuvchi kuch ta'sir etganda uzunligi 50 sm, 20 newton siquvchi kuch ta'sir etganda uzunligi 15 sm teng bo'ldi debdi. Demak, bizga quyidagicha holat berilyapti. Birinchi holat bo'yicha cho'zuvchi kuch deyapti. F1 ta'sir qilyapti turganda, F1 kuch ta'sir qilganda u cho'zilyapti ekan. Demak, K bekirlik L minusdan L0 keyingi uzunlikdan boshlang'ich uzunlik ayirmasi delta x. Ikkinchi holatda F2 kuch ta'sir etyapti, ya'ni siquvchi kuch. Bunda K bekirlik L minusdan L bo'ladi, ya'ni siqilganda u uzunligi kamayadi. Demak, ikkalasini nisbatlab olamiz. Nisbatlab olsak, F1 taqsim F2 teng bo'lyapti. Klar qisqarib ketsa,
L1 edi bu. Buni L2 deb olib turaylik. Demak, L1 minusdan L0 taqsim keyingisi L0 minusdan L2. F1imiz 40 newton bo'lamiz F2imiz 20 newton teng L1imiz 30 ayrilgan L0 va L0 ayrilgan 15. Xo'sh, 40 da 20 ga bo'lsa 2 bo'lsa, demak 2 teng bo'lyapti 30 minusdan L0 taqsim L0 minus 15 mi? Demak, pastdagi mahrajimiz 2 ga ko'paysa 2 ta L0 teng 2 ta L0 minusdan 2 ta 15imiz 30 bo'lib qoladi. Bu minus teng 30 minus L0. L0 bu tomonga o'tsa 3 ta L0 teng minus 30 ga qo'shilib 60 bo'lyapti va L0 ning qiymati 20 santimetrda kelib chiqyapti. Demak, A savolda javobi 20 santimetr ekan. 20 santimetr. Endi prujinaning 2 kilogramm yuk osilgandagi uzunligini so'rabdi. Bizdan so'rayapti. Holat qanaqa? Shift deb olsak, o'sha prujina turibdi hali ham va unga m massali yuk ta'sir qilyapti. Pastga uni og'irlik kuchi bor mg, elastiklik kuchi paydo bo'ladi prujinada harakatga qarshi bo'lib, demak yuqoriga F elastiklik kuchi. Ikkalasi birini muvozanatlayapti. Bunda mg teng bo'ladi k delta x. Delta x ni qanday olamiz desak, L minusdan L0, ya'ni cho'zilyapti-ku. Endi k ni topib olishimiz kerak ekan. K ni qayerdan topamiz desak, mana bu F1 yoki ikkinchi tenglamadan topib olsak bo'ladi. Misol uchun, birinchi tenglamaga qo'ysak, F1imiz 40 newton edi, teng k, L1imiz 30 santimetr edi, L0imiz 20 chiqqani, santimetr bo'lganligi uchun 10 usti minus 2 miz bor. Metrga o'tkazib olamiz santimetrlarni. Shunaqa bo'ldi. Demak, mana bu 4000 degan qiymat paydo bo'ladi. 10 usti minus 2 ning evaziga 30 dan 20 ni ayirsak 10k va bu yerdan k ning qiymati 400 newton taqsim metrda. Endi bizda hamma yo'q bor, mana demak L minusdan L0 bo'lsa, biz L ni qidiryapmiz. L minusdan L0 teng mg taqsim k degan formula paydo bo'ladi. Bu yerdan L ni topsak, demak L0 tomonga plyusdan bo'lib o'tsa, mana bu qiymat ekan. Demak, biz savolning qiymatlarini topib qolamiz. Endi L teng L0imiz 20 chiqqan, plyusdan massamiz 2 kilogrammida 2 J ning qiymati 10 va 400 bo'lyapti. 20 plyusdan. Xo'sh, santimetrda hozir javob metrda chiqadi. Santimetrga o'tkazganimizda tepaga yana 100 ko'payib qoladi. Bu degani 2 ta 0 pastdagi bilan qisqarsa 20 ni 4 ga bo'lsak 5 bo'lib, javob 25 santimetrda chiqyapti. Ketdik. 39-misol. 5 kilogramm massali jism yuqoriga 10 tezlik bilan otildi. Jismning maksimal balandligini hisoblang debdi. Demak, maksimal ko'tarish balandligining formulasi V0 kvadrat taqsim 2J. V0imiz 10, undan 2 ta yozib olsak o'zimizga qulay bo'ladi. 2 ko'paytirilgan J ning qiymati 10, bular qisqarib, demak javob 12 ga bo'lsak 5 metr ekan. Demak, A savolimizning javobi 5 metr chiqyapti. Endi biz savol shu jismning maksimal balandlikda potensial energiyasini hisoblang debdi. Demak, potensial energiyaning formulasi mgh. Demak, massasi 5 kilogramm ekan, J ning qiymati 10 va h ning qiymati 5. Demak, 5 ga bölüş 25 bu 250 joule. Demak, B savolda javobi 250 joule ekan. Qirqinchi misol. Agar jism 10 tezlik bilan harakat qilsa va uning massasi 4 gramm bo'lsa, uning kinetik energiyasini hisoblang. Demak, kinetik energiyaning formulasi
m taqsim 2 v kvadrat yoki m v kvadrat taqsim 2. Demak, massamiz 4 kilogramm, 2 va 10 ning kvadrati. 4 ni 2 ga bo'lsak 2, 10 ning kvadrati 100. Demak, qiymatimiz 200 joul. Endi agar bu jismning tezligini 2 baravarga oshirsak, uning kinetikasi qanchaga o'zgaradi? Demak, kinetik ikkinchi holatda yana o'sha formulamizda m taqsim 2 v kvadrat 4 taqsim 2 tezlik 2 marta oshsa 20 bo'ladi. Demak, 20 ni kvadrat. Bu degani 2 ko'paytirilgan 400, qiymatimiz 800 joul. E'tiborli bo'lamiz. Agar necha marta deganda 800 ni 200 ga bo'lardik, 4 chiqardi. 4 marta ortyapti. Endi bizdan qanchaga o'zgaradi deyilgani delta E so'ralyapti. Demak, 800 ayrilgan 200 bo'lib, jami 600 joulga ortgan degan javobni qabul qilamiz. Demak, hozir biz rasmni ikkita qilib oldik, chunki ikkita rasm bizga kerak bo'lib qoladi. Xo'sh, silliq yuzali tekislikdagi jism rasmda ko'rsatilgani kabi harakatlantirildi. A nuqta tekislikdan uzilgan bo'lsa. Demak, A nuqtada u tekislikdan uzilgan bo'lsa, bu tomonga xo'sh, qanaqa kuch? F markazdan qochma kuchni evaziga chiqib ketgan bo'ladi. Endi pastga qanaqa kuch paydo bor desak, pastga o'zi bitta kuchimiz bor, u ham bo'lsa og'irlik kuchi, ya'ni mg. Endi bu kuchda ikkita proyeksiyasi bo'ladi. Bitta tekislikka beradigan, ikkinchisi pastga tortadigan. Ya'ni bu tomonga. Shu ikkinchisini bu tomonga chizib olsak, mana bunday bo'lib, bu burchakda alfa deb olyapmiz. Shunda bu tomonimiz mg kosinus alfa bo'lib qolyapti. Bu tomon mg sinus alfa endi bizga kerak, hozir kerak emas. Endi A nuqta uchun quyidagicha fikrlaymiz. Mana bunday. Bu balandlik yerdan hisoblanganligi uchun bu ham radiusni beradi. Radiusni bersa, demak bu bizga mana bu qismda balandligi kerak bo'ladi. U h minusdan r bo'lib qoladi. Bu ham nimaga teng bo'ladi? A nuqtagacha radiusga teng. Demak, bu yerda 3 burchak paydo bo'ladi mana bunday va bu burchagimiz endi alfa. Ya'ni mana bunday holat paydo bo'lib qoldi. Bu burchak alfa, to'g'ri burchakli 3 burchak. Bu tomonimiz h minusdan r, bu burchagimiz r bo'lsa, bu yerdan kosinus alfa bizga kerak bo'ladi. H minus r taqsim yana r ga teng. Endi xo'sh, mana bu yerdan ko'rinib turibdi, markazdan qochma kuch mg kosinus alfa bilan muvozanatlashadi. Demak, f markazdan qochma kuchni muvozanatlayapmiz mg kosinus alfa bilan. Markazdan qochma kuchimiz o'zi nimaga teng desak, m a normalga teng, ya'ni markazga intilma yoki markazdan qochma, ikkalasi bir xil narsa. Demak, mg kosinus alfa bo'lyapti mana. Xo'sh, massalar qisqarib ketyapti. Demak, bu yerdan a normalimiz ifodasi j ko'paytirilgan kosinus alfaning formulasi nimaga teng bo'lyapti? H minusdan r taqsim r ga teng bo'lyapti ekan. Endi bir savolga o'tsak, jismga qanday boshlang'ich tezlik berilgan debdi. Xo'sh, endi energiyani saqlanish qonunidan ketsak, bu yerda to'liq energiyamiz boshlang'ich holatda nimaga teng? mv0 kvadrat taqsim 2 ga teng. Xo'sh, bu nuqtadachi, bu nuqtada to'liq energiyani qiymati ham mgh bor. Plyusdan bu yerda m qanaqadir v kvadrat taqsim 2 bor. Xo'sh, shu v kvadratni topishga urinib ko'rsak, markazdan qochma kuchda endi mv kvadrat taqsim radius va mg kosinus alfani esa yana h minusdan r taqsim r olib ko'ramiz. Shunda massalar qisqarib, rlar qisqarib ketsa, bizda v kvadratimiz teng bo'lyapti
J H minus R ga teng ekan. Shunga teng ekan. Endi to'liq energiyalar energiya saqlash qonuni bo'yicha teng bo'lsa, demak mv0 kvadrat taqsim 2 teng bo'lishi kerak mgh plyusdan mv kvadrat taqsim 2 ga. Massalar hammasida bor, qisqartirib 2 ni hammasiga ko'paytirib yuborsak, v0 kvadrat teng bo'lyapti 2gh plyusdan v kvadratni o'rniga bu ifodani qo'yib qo'yaylik. gh minusdan gr. Demak, bu yerda v0 imiz teng bo'ladi. Ildiz ostida 2 ta gh ga gh qo'shilib 3 ta gh va j ni chiqarib tursak 3h ayrilgan radius degan formula paydo bo'ladi bu ildiz ostida. Bu B savolni javobi, mana bu bo'lsa A savolni javobi. Demak, 42-misol. 80 metr balandlikdan erkin tushayotgan 3 kilogramm massali jism urilib qaytayotganida 20 metr balandlikka ko'tarildi. Demak, bitta jismimiz bor ekan, massali jism. Tepadan pastga tushyapti. Balandligi qancha deyapti? Yerga urilganda 80 metr balandlikdan tushdi. Lekin qanchaga ko'tarilibdi? 20 ga ko'tarilibdi xolos. Keyingi holatda 20 ga ko'tarildi. Mana 20 ga ko'tarildi. Xulosa qanday bo'ladi? Yerga urilish tezligini topaylik. V1 ni topsak, yerga urilish tezligimiz ildiz ostida 2gh 1 bo'ladi. Demak, bu 2g ni qiymati 10 va 80. Bundan 40 metr taqsim sekund kelib chiqadi. Yoki quyidagicha ishlasak ham bo'ladi. 80 metrli masofani bosib o'tish uchun 4 sekund vaqt ketadi. 4 sekundda tezlik 40 ga teng bo'ladi. 20 metr masofani bosib o'tish uchun 2 sekund vaqt kerak. Demak, buni tezligi 20 bo'lishi kerak. Demak, xulosa qanday bo'lyapti? Pastga urilish tezligimiz v1 imiz 40 metr taqsim sekundga teng. Xo'sh, tepaga otilish tezligimiz endi issiqlikka aylanib ketgan bu holat bo'yicha 20 metr taqsim sekund bo'lib qolgan. V2 bu. V2 ni topmoqchi bo'lsalaring 2gh2 dan foydalanamiz. O'rniga qo'ysak, mana bunday xulosa 2 10 himiz 20. Bundan 20 metr taqsim sekund kelib chiqadi. Endi A savolda so'rayapti, impuls o'zgarishi qanday deyilyapti. Bilamizki, delta P imiz P1 minus P2 ga teng, faqat bular vektor jihatdan-da. Endi agar boshlang'ich holatdagi impulsimiz e'tibor bergan bo'lsangiz pastga yo'nalgan P1, P2 impuls bo'lsa yuqoriga yo'nalgan. Vektor jihatdan ularda ayirmasi so'ralganda qarama-qarshiligi uchun qo'shilib ketib qoladi. Demak, delta P ni topish uchun men nima qilaman? mv1 plyusdan mv2 degan formulani olishga to'g'ri keladi. Demak, ketdik. Delta P teng massamiz 3 kilogramm, V1 imiz 40 plyusdan massa yana 3 ko'paytirilgan 20. 3 kere 40 imiz 120 plyusdan 60, demak jami u 180 kilogramm ko'paytirilgan metr taqsim sekundga impuls o'zgargan. Demak, A savolni javobi 180 ekan. Endi yer bilan ta'sir vaqti 0,1 sekund bo'lsa, yer bilan ta'sir kuchini aniqlang debdi. Biz bilamizki, biz savolda ishlayapmiz. Delta P teng bo'ladi kuch impulsiga. Kuch impulsi bo'lsa, kuch va vaqtni ko'paytmasiga teng. Bizdan kuchning qiymati so'ralganligi uchun, demak, impuls o'zgarishini bo'lishimiz kerak vaqtga. F teng delta P imiz 180 chiqqan, vaqtimiz bo'lsa 0,1. Demak, ta'sir kuchimiz shunda 1800 Newton ekanligi kelib chiqadi.
Uchinchi misol.